Hurmatli obunachilar, Sputnikdan, magistralni bo'yidan dacha hovlimiz chiqyapti. 15 sotik ana shu dacha hovlimiz sotuvda. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Bismillah. Kirish darvozaxonamiz. Katta bog' kutib oladi. Mevali daraxtlar ekib taylangan. Mevali daraxtlar ham asarti qilib olib kelib ekilgan ekan. Bog'imiz. Bu tarafga skladlar qilib qo'yilgan ekan. 8 tonali hovuzimiz. Kirallar ham qo'yib ketilgan. Bog'ga o'tirib tapchalar qo'yib qo'ysangiz yozga maza qilasizda. Birinchi xonamiz katta zal. Mehmonlar o'tiradigan qilib. Katta zal. Uyimiz yevropeyskiy stilga qilib qo'yilgan. Kvartira stiliga. Kirishimizda mana kattagina hol, yaxshi mebellar qo'yilgan. Hol bo'lgandan keyin yonboshga birdan mehmonxonasiga qilib ketilgan ekan. Qolgan mebellar hammasi ko'rib turganlarsiz qoladi. Umumiy sanuzelimiz chap tarafimizga katta yotoqxonasi. Uyimiz polni issiqxonaga qilingan ekan. Bu detskiy xonamiz. Detskiy bilan issiqxona qilingan, ataplendalar ham bor ekan. Qo'shimcha. Hamma ko'rib turgan mebellarsiz qoladi. Mana o'rtadan qurilgan uyimiz ham. Arqa tarafimizga ham katta bog'imiz bor ekan. Basenlar ham bor ekan, basenlar qilib ketilgan. Bu esa dala hovlimiz 15 sotiga joylashgan. To'rtta xonadan iborat. Gaz svetda muammo yo'q. Narxini 70 ming start so'ralabdi. O'tadigan joyi bor. Realnotga realnaq beriladi. Pastdagi nomerlarga bemalol telefon qilaveringlar.